Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi kuningiz ham muborak bo'lsin. Sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Hammamiz oila a'zolari bilan birgalikda baxtli hayot kechirib, farzandlarimizni, nabiralarimizni rohatlarini ko'raylik azizlar. G'ani akamga ham Alloh shifoyi komilot olsin. Shukrullo akamga, Muhammad akamga, Said Orixonga Allohim barchalarga shifoyi komil ato qilib, tez orada yana safimizga qaytishlarini Alloh o'zingdan so'raymiz. Mana Tinch diyorga to'ylar yarashadi azizlar. Mana osh markazida mana to'y bo'lyapti. Mana musiqa qanday chiroyli mana yangrayapti. Ilohim vatanimiz osmoni musaffo bo'lsin. Balolardan, ofatlardan Allohim o'zi asrasin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Hammamiz sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Guruhimiz a'zolari bundan